Olabuqa rayonining Ko'ktosh qishlog'ida militsiyaga tushgan 46 yoshdagi fuqaroning yonidan giyohvand modda topilganini Ichki ishlar ministrligi bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, ekspertiza mazkur giyohvand moddani 2 kilogramdan ortiq marixuana ekanligini aniqlagan. Shu kuni Lelek rayonidagi Suluktu shahridagi jinoyat ishini tekshirish vaqtida 62 yoshdagi fuqaroning yonidan paketga solingan 125 gram marixuana topilgan. Hozirda mazkur ishlar bo'yicha tergov jarayoni davom etmoqda. 13 maktabning 6-sinf o'quvchisi qattiq kaltaklangan. Mazkur maktab ma'lumotni tasdiqlagan. Bu vaqtgacha ayrim ommaviy axborot vositalari 13 maktabning o'quvchisi kaltaklanganini va miyasidan jarohat olganini yozib chiqishgan. Bolaning ota-onasi so'zlariga ko'ra, bu voqea juma kuni jismoniy tarbiya darsida bo'lgan. Juma kuni kechki payt farzandim maktabdan shunday ahvolda keldi. Bu basketbol seksiyasidan keyin bo'lgan. Ertalab travmatologiyaga olib bordik. Ular miyasi chayqalgan degan tashxis qo'yishib, 12 kun davolanish kerakligini aytishdi, deb bildirdi o'quvchining onasi. Bugun maktabda mazkur voqea bo'yicha yig'in o'tmoqda. Maktab ma'muriyati bo'lgan voqeaga izoh bermadi. Ichki ishlar organlarini reformalash kerak. Bu haqda bugun O'sh shahrida o'tgan Jog'or kengashining ayollar forumida aytildi. Forumda Ichki ishlar ministrligining faoliyati to'g'risida tekshiruvlarning natijasi va fuqarolik jamiyati bilan huquqni himoya qilish organlarining o'rtasida bo'lgan hamkorlik to'g'risida so'z bo'ldi. Shuningdek, kuch tizimlarining ishini yanada yaxshilash, ularning maoshlarini ko'tarish va turar joy bilan ta'minlash masalalari ham ko'tarildi. Forum jarayoni haqida navbatdagi lavhada. Bu vaqtgacha ichki ishlar organlarini islohotlarini nazorat qilish bo'yicha parlament tekshiruvi boshlangan. Islohot ishlari masalasi bugun O'sh shahrida bo'lib o'tgan majlisda qaytadan muhokama qilindi. Kuch tizimlarining ishini nazorat qilib, davlat xavfsizligi ta'minlansa, Qirg'iziston yanada rivojlanadi, deydi Jog'or kengash deputati Aynura Oltibayeva. Har bir mamlakatning birinchi funksiyasi ушул мамлекетте коопсуздук, ар бир жаранга коопсуздук болуш керек. Анан кийин ошол жарандар ушул мамлекеттин өнүгүүсүнө иштейт деген бир мындай аксиома бар да. Ошон үчүн биз ойлойбуз, бүгүнкү тегерек столдогу маселе абдан эми аялдар үчүн эмес. Бирок бул маселени аялдар биз көтөрүп атабыз. Forumda ichki ishlar organlarining olib borgan ishlari haqida o'rganish ishlarining yakuni va fuqarolik jamiyat bilan huquqni himoya qilish organlari o'rtasidagi hamkorlik haqidagi masalalar muhokama qilindi. Kuch tizimlarining maoshini yuqorilatish va ularni uy-joy bilan ta'minlash tashabbusi yig'inda ma'qullandi. Айлыктары, үй менен камсыздоо бул баягы социалдык пакет, бул өзүнчө, бирок ошонун ичинде реформа. Сиз абдан туура айтып атасыз. Биз мына бүгүн сиздер өзүңөр уктуңар, аябай көптөгөн да мындай широкий спектрде суроолор берип атышат биздин депутат айымдар. Kuch tizimlarini islohot qilish bo'yicha 2013-yilda maxsus konsepsiya qabul qilinib, hukumat qarori chiqqan. Islohot qilish ishlari 11 asosiy bo'limga ajratilgan. Bugungi kunda uning birinchi ishi boshlandi. Акыркы учурларда Ички иштер министрлигинин өздүк курамына бул турак жайлардын курулушуна көп болду асыңар. Ошондой эле биздин өзүбүздүн министрлигибиз Мел Соктонбековдун баягы башка мына международный организациялар менен, эл аралык организациялар менен иштөө негизинде дагы мына границада жайланышкан Баткен, Нарын, ошондой эле Жалал Абад областтарында милициянын атайын бөлүмчөлөрү 15 санда курулуп бүткөн, азыркы күндө толук кандуу иш жүргүзүлүп жатат. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, Qirg'izistonda 24 yildan beri chinakam militsiya olib borgan ishlarini tekshirgan birorta ham ijtimoiy tadqiqot ishlari bo'lmagan. Lekin bu bilan kuch tizimlarining ishini yomon deb bo'lmaydi. Sababi ayrim xodimlarning kamchiligi bilan boshqalar ham ziyon ko'rgan vaziyatlar ko'p uchraydi. Mana bu ishni o'tkazүү багытында 2012-жылы индекс доверия деп өкмөттүн токтому чыккан мамлекеттик бийлик органдарына, ал эми 2014-жылы Ички иштер министрлигинде иш мезгилин баглоо боюнча атайын критерий оценка деп атайын система кирип атат да. Эми ойлойбуз, ушунун негизинде анан чыныгы бир баалуулук келип чыгат деп. Bugungi yig'inda Jog'or kengashining deputatlari Qirg'iziston Respublikasining Ichki ishlar ministrining o'rinbosari Qursan Asanov, O'sh Obod va Batken oblasti ichki ishlar boshqarmaliklarining rahbarlari ishtirok etishdi. Ichki ishlar ministrligining islohot qilish ishlari ilk bor O'shda boshlangan. Mazkur ishlar Issiqko'l oblastida davom ettiriladi. Majina Ulug'bek qizi Merim Jaqipova, Azam Buzrikov, Intimaq.
Qirg'iziston Respublikasi Prezidenti Almazbek Atambayev 2015-yilning 16-oktyabrda Bo'ribay posyolkasida imzo qo'yilgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining bojxona hududlarida tovar olib kelishni va ularning aylanishini ayrim masalalari to'g'risidagi protokolni ratifikatsiyalash haqida Qirg'iziston Respublikasining qaroriga imzo qo'ydi. Bu haqda Prezident apparatining ma'lumot siyosat bo'limi xabar qiladi. Qonun Qirg'iziston Respublikasining Jo'g'ir kengashi tomonidan 2015-yilning 10-dekabrda qabul qilingan. Ratifikatsiyalangan protokol Qozog'iston Respublikasi Dunyo savdo tashkilotini qo'shilishi sababli Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining bojxona hududiga ayrim tovarlarning turlarini olib kelish va aylanishini yo'lga solishning o'zgachaligini aniqlaydi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan boshlab 10 kun o'tgandan keyin kuchga kiradi. Bugun Xitoyning Chjenzhou shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo o'lkalarning premyer ministrlari yig'ini boshlanadi. Unga Qirg'izistondan hukumat rahbari Temir Sariyev rahbarligidagi delegatsiya ham ishtirok etadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, avval premyer ministrlarning o'zaro so'zlashuvlari bo'lib, keyin yig'in kengaytirilgan shaklda o'tadi. Asosan iqtisodiy yo'nalishdagi hamkorlik muhokama qilinadi. Yig'in bir nechta hujjatlarni imzolash bilan yakunlanadi. Tushdan keyin delegatsiya a'zolari mazkur hududda joylashgan Shaolin monastirini borib ko'rishadi. Shundan so'ng Chjenzhou shahriga jo'nab ketishadi. Bu yerda 16-dekabrda Shanxay hamkorlik tashkilotining hukumat rahbarlarini Xitoy lideri Si Szinpin qabul qiladi. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini qurish bo'yicha so'zlashuvlarni tezlatish kerak. Bu haqda bugun Xitoyning Chjenzhou shahrida o'tayotgan Shanxay hamkorlik tashkilotining premyer ministrlari kengaytirilgan yig'inda Xitoy hukumatining boshchisi Li Keqiang bildirdi. U mazkur loyiha hududiy hamkorlikdagi ortiqchalik yo'nalishlarining biri ekanligini ta'kidlab, 3 tomonlama so'zlashuv tez orada o'tishi kerak dedi va 2016-yilning birinchi yarmida bir qarorga kelish zarurligi aytildi.